Va nihoyat ertaga 1-sentyabr. Bu degani soliqlarni to'lash vaqti keldi degani. Xo'sh, qani kimdan boshlasam ekan? Xo'sh. Ey, Ro'zimurod, qani soliqlarni to'lash vaqti keldi. Men shuncha gapni kimga gapiryapman? Ertaga 1-sentyabr maktab ketasan, tushundingmi? Ro'zimurod, tinchlikmi? Uyda baqir-chaqir bo'lyapti. Ha, grox janoblari, hammasi yaxshi. Faqat mana bu la'natim bola ertaga maktabga cho'g'lamayapti. Ha, maktabdan qolish yaxshi ish emas. Grox janoblari, siz uni ozgina qo'rqitib qo'ya olmaysizmi? Bo'ldi, xavotir olma, buni o'zimga qo'yib ber. Xo'sh, kichkina Ro'zimrodcha, nega maktab ketmoqchi emassan? Ertaga maktab bormasang o'lasan. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Qani soliqlarni to'lab qo'y. Yashavor Ro'zimurod, qoyil. Barakalla Ro'zimurod, sen meni xursand qilding. Mana bu sharikni o'g'lingga berib qo'yarsan. Rahmat grox janoblari. Jin ursin. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Jin ursin, sharik uchib ketdi. Hozir men darvor olib chiqay, uni olaman. Kech qolding, uchib ketdi. Ammo la'nati, grox janoblari, meni kechiring. Uni men bilmasdan uchirib yubordim. O'g'lim, meni kechiring. Grox janoblari, sen uchun sharik bergan edi. Men uni uchirib yubordim. Men buni bilmasdan qildim. Grox janoblari, birovlarning gapini eshitish yaxshi emas. Davronjon, qani chiqa qol. Bayram oldi soliqlarni to'lab qo'ysang yaxshi bo'lardi. Qoyil, sen ham 1-sentyabrga tayyorgarlik ko'ryapsanmi? Yaxshi. Grox janoblari, siz aytganingizdek men anorchani tagiga yaxshilab pishdim. Men senga necha marta aytdim, anorchan taydan kelmagin deb. Sen anorchan tayga 2 zahvat telpakday qilib pishsan, keyin men seni shogirdlikka olaman. Davronjon, sen har doimgiday oldindasan. Yashavor. Shu seni oldinga kelsam meni kayfiyatim ko'tariladi. Xo'sh, Saytnazar, men senga va'da bergan edimmi, uy sovg'a qilaman deb? Demak, men va'damni ustidan chiqaman. Bora qol, yangi uying bilan tanishib chiqqin. Xo'sh, Saytnazar, men sovg'a qilgan uy, ya'ni senga yangi uying yoqyaptimi? Ko'zlaringga qaraganda demak senga yoqyapti. Saytnazar, senga omad tilayman, boshqa ko'zimga ko'rinmaysan degan umiddaman. Otajon, menga sharik olib bering, men sharik xohlayman. Hey, o'chira o'zingni la'nati bo'lar, bitimdan olib beramanmi pulim bo'lmasa? Yo'q, menga sharik olib berasiz. Agar sharik olib bermasangiz, ertaga maktab ketmayman. Ey bola, o'zi senga maktab forma olib berdim, pulim bir tiyin qolmadi deyapman. Mayli bu yoqqa kel, olib beraman. Menga bir dona sharik berasizmi? Hoy, menga bir dona sharik deyapman. O'zi necha pul turadi bu? Bitta sharikning narxi 1000 ta zumrad. Nima? Sharikka boboing narxini qo'yganmisan, nima balo? Men senga 1000 ta zumradga sharik olib berguncha kitob daftarlaringni olib beraman. Yo'qol bu yerdan. O'zi sen bola bilan bir joy chiqib bo'lmaydi, sil qilasan odamni. Men bu lahzalarni 20 yil kutgan edim. Mana bu nihoyat vaqti keldi. Men bu jangga puxta tayyorlanganman. Ko'p gapirmasdan jangni boshlayman. Meni askarlarim senga o'yinchoq emas. Qani hujumga!